ikkisi teng bo'larmi degan narsani yoqqa surib turinglar. Bu dalbayoblarni men ochaman, oxirigacha ochaman. Hamma videosi bor. Birin-ketin qo'yib borib. Bunda holat bo'lgan Nur 72 opasi taksi chaqirgan, taksida mana shu shilqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo tushmaysan, narsani olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Taksichi bolaga tushib qolay dedimi? Tushirmadimi narsalarini olib? Mani ko'r. Sen tushasizmi? Tirikchiligim o'ldirib. Ben tushmayman. Bo'ldi, o'zim birga chiqaman. Voy, pajal qolasan, prezident qolsa respublika prezidentiga qol. Men haq chiqaman. Sen Ashi bola videoga olgani YouTube chiqadi taksichi bola, borib ko'ringlar. Oxir opasi ukasiga telefon qilgan. Nuri kelib buni endi to'xtataman deganda, u qochmoqchi bo'lib meni mashinani avariya qilib turgan. Oxiri mana 02 bo'lib ketdi. Yeb bile, kelib bile to'xtatdimi? Keyin urvarda mashinani. Mani ko'r, kalamush. Menga. Nima dedingsa bo'lamni? Qo'shsonma. Ustozi zamon ko'tarmaydi, buni bizib chochib yuborsa ham bo'lardi mana. Shuncha bola turibdi, mashinaning ichidan chiqa olmayapti daji. Bunaqalarni qonunga topshiramiz, xudo xolisi adolatli jazo topadi bunaqalar bor. Adolat senlarga chora ko'rsin. Kalamush bu bolada nima ayb bor? Senlarni men ko'klaringni ochaman. Videoda davom